Farg'onada hozir ikki begona insonni do'stlashtiramiz. Qanday qilib do'stlashtiramiz? Videoni oxirigacha ko'rib turing, sizlar ham bilib olasizlar. Biz Pepsi olamiz. Qarshi stakan salga beraman. Bog'da narigi chekkasida Turgan odamni samonga topib berishlaring kerak. o'g'il bolam, qiz bolam aytmayman. U odamni qo'lida Pepsi bo'ladi. Ko'rishib, sizlarga Pepsini beraman. O'sha Pepsini bir-biriga qo'yib, keyin ichamiz. Shu odam bilan 7 minutda ko'rishishlaring kerak. Orada salga biz podkast qilib turamiz. Sizlarga Pepsi bergan tomonni turli sovg'amizni hadya qilamiz. Qanday unda boshladik? Bizda ikkinchi komanda topildi. Bu mani komandam. Yashacho bizni komanda ancha fushtirik bolalar bo'lishda. Bolalarni xullasiki adashtirib va qo'rqinib siladi. Ketyapti. Qo'llarida Pepsi suv bor. Ikkinchi ishtirokchimiz Qizila. Xo'p, birinchi ishtirokchilarimiz afsuski topa olishmadi. Vaqt tugab qoldi. Maksimum qo'limizdan kelgancha yordam berdik. Bular tomonga, Pepsi tomonidan esdalik sovg'alarimiz bor. Sog'lar. Sog' bo'linglar, bolalar. Rahmat. Haftaga o'zingizlar.